Endi uydagilar qo'ldan kelgancha bor pullarini, summalarini operatsiyasiga, tekshiruvchiga bitta oddiy dorisini o'zi ham $100 atrofida ekan. Assalomu alaykum Olimbeylik akalar, ukalar, opa-singillar. Shu Sardorbek do'stimizni ozgina boshiga musibat tushib, shu buyrak ko'chirish Alloh shu dardni beribdi. Shunga do'stimizga endi akalar ehson qilib, shu Allohning yo'lida shu do'stimiz sog'ayib ketishiga ozgina yordam bersak deymiz. O'zini kartalarini qo'yamiz. Sardorbekning o'zining shaxsiy kartalarini qo'yib, shu imkoniyatlaring bo'lganicha 5000 mi, 10000 mi, 2000 mi, 100,000 mi ko'ngilingdan chiqqanini shu yordam qilsalaring, shu do'stimizga ozgina yordam bersak, shu biz o'zimiz yonimizga qaytsa, xudo xolasa to'ylarni qilsak deymiz. Bitta insonga Alloh dard bermasin ekan. Qo'llaringdan kelgancha sizlardan so'raymiz. Shu Baliqchi, Andijon, Namangan, Farg'ona qaysi viloyatdan bo'lsalar, shu videoni ko'rib turgan akalar, opa-singillar yordamlaringni sizlardan so'raymiz Allohning yo'lida. Shu do'stimiz sog'ayib ketishiga ozgina yordam bering. Qadrdonlar ozgina yordam berib, shu do'stimiz sog'ayib ketishiga o'zimiz hissamizni qo'shsak deymiz. Operatsiyasiga 10 kun oralig'ida vaqt qoldi. Doktorlar kattaroq summa so'rashibdi. Haladoshlarim, mana shu bola bilan 6 oydan beri kurashib kelyapmiz. Endi imkoniyatimiz bo'lmay qoldi. Ilojini boricha yordam berishlarini so'raymiz. Ozmi ko'pmi? Dollarimiz bor, bolam beryapti buyragini. Shunga yordam berib yuborsalarim, ozmi ko'pmi? Ilojini boricha yaqinda endi operatsiyaga borishadi.